Salom do'stlar, bugun ko'pchilik muxlislarimiz talablariga binoan koinot haqida video tayyorlashga qaror qildik. Demak, hozirgi mavzumizda Mars sayyorasi haqida antiqa faktlarni keltirib o'tamiz. Mars gravitatsiyasi Yer gravitatsiyasining 37,5% ga teng. Yerda 45 kilogramm massali odam Marsda 17 kilogrammni tashkil qiladi va u Marsda Yerdagiga nisbatan 3 karra balandroqqa sakray oladi. Misrliklar Marsga birinchi nomni berishgan, Dashr tog'i. Vavilonliklar uni Nergal, o'lim yulduzi deb atashgan. Greklar esa uni o'zlarining urush xudolari Ares va Mars sharafiga atashgan. Mart oyi Mars sharafiga qo'yilgan. Mars simvoli nayza va qalqondan iborat. Qadimgi greklar Yer dunyo markazi, Mars esa Yer atrofini aylanib yurishiga ishonganlar. Marsdagi qizil rang temir oksidini bildiradi. Mars atmosferasi uglekislorod gazlaridan tashkil topgan. U yerda suv hech qachon suyuq holatda bo'la olmaydi, muz holatida bo'lishi mumkin. Hech qaysi inson Marsning past bosimli sharoitida yashay olmaydi. Agar inson skafandrsiz Marsga tushib qolsa, uning tomirlaridagi kislorod pufakchalarga aylanib, shu zahotiyoq bu odam o'ladi. Agar siz 100 km/soat bilan Yerdan Marsga yo'lga chiqqan bo'lsangiz, sizga 271 yil, 221 kun kerak bo'ladi. Marsda ozon qatlami mavjud emas. Shuning uchun Quyoshdan kelayotgan radioaktiv nurlarni qaytara olmaydi. Marsda Quyosh sistemasi ichidagi eng katta bo'ronlar bo'ladi. Ushbu shamollar tezligi 200 km/soatni tashkil qiladi. Ular 2 haftalab davom etib, butun sayyora bo'ylab harakatlanishi mumkin. Marsda ham Bermud uchburchagi bor degan fikrlar ham bor. Marsga uchirilgan kemalarning 3dan 1 qismigina o'z missiyasini amalga oshirgan. 1976-yilda Viking 1 apparati Marsda inson yuzini esga soluvchi tog'ni suratga olgan. Ko'pgina tekshirishlardan so'ng ushbu yuz aqlli mavjudotlar tomonidan yaratilganligi aytilgan. Mars bundan 4,5 milliard yil avval paydo bo'lgan. Yerning ko'p qismi okeanlardan iborat. Balandliklar soni ham ikkala sayyorada deyarli teng. Mars Yerdan ko'ra ancha yengil. Uning massasi Yer massasining 10dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Marsda o'rtacha temperatura 27 gradus Selsiy, qishda 96 gradus, yozda esa 22 gradusgacha bo'lishi mumkin. Marsda mavsum Yerdagiga nisbatan 2 karra uzunroq, chunki Mars Quyosh atrofidan 687 kunda aylanib chiqadi. Marsda qish hukm surgan paytda 20% havo muzlab qoladi. Birinchi marotaba 1609-yilda teleskop orqali Marsni kuzatgan inson Galileo Galilei hisoblanadi. Keltirib o'tmoqchi bo'lgan faktlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, dunyo shou bilan qoling.